Neç pullar so'yib berasiz? 120 ming. Endi 110 ming so'yib olyapti endi. Realni chiqaygan o'zi go'shtni narxi 120 ming-ku. Ha, so'yib bermayman. Shuni ayting. So'yib bermayman deyaptilar. Bala, sigir so'raganlarga. Balasi nima? Onajim balasi. Necha kun, necha oylik? 7 kun bo'ldi, 7 kun, bir haftalik balasi, onajim. Suti nechta buni aka? 6ta 5ta beradi. 5ta 6ta suti bor ekan. Birinchi tug'ish. Birinchi tug'ish. Sinovlari bor yemoqchi bir haftadan keyin, ha? Nomer nechi? 91lik 142 02 71. Nech pul? Sog'ilmagan. Nech pul bo'larini ayting? Bo'legani 16,5 bo'lsa ketadi. 16,5 ga ketaveradi. Aloqaga chiqarasizlar. 16,5 ishtir sanagan bo'lsa beraverar ekanlar. Na. Ana buqon uvoz. Aka nech pul bu? Assalomu alaykum. 35 million kami bormi? Qilish berilmayapti. 35 millionga berishmayapti. Kuri chiqarganmi? Buzov ekan. Nech pul so'rayapsiz aytilyapti? 40 deyapmiz. 40 million kami bor ekan. 40 million, 35 million savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Shvetlar. Mana sigirdi, dahshat ekan. Savdo bo'lyapti. Nech pul aka? 40 million kami bor. Bo'g'ozmi bu? Qisir. Sinovlari bor yemoqchi bir hafta. Yoshi qanaqa buni? Yoshi 2 ta tuqqan. 2 ta tuqqan. 4 ish ekanda. 6 kun. 6 tami, 6 kurak ekan, 6 ta ekan. Nomerni qoldiraylik. 90lik 166 166 58 58 80. 80. 58 80. 6 kurak ekan, 40 million kami bor deb. Nech pul qildi bozor aka? 32 dan 35 ga do'stiladi. 35, 32 milliondan 35 milliongacha qilibdi bozor berishmayapti mana. Ular sirg'alari bor, shoxlari yo'q, to'qol. Zot qanaqa buni parodasi? Rossiyskiy ekan. Mashalloh, janovar. Boqqanga rahmat, omonlar.